Qani bir ishni qilayli, qani bir mashq ishlayli. Tovandikilarni yezib chiqing. O'zingizni haqiqiy yaxshi ko'rish uchun siz nimalarni qilasiz? O'zimni yaxshi ko'ra olmayman. O'zimni azaldan yaxshi ko'rib boqmagan degandek bahonalaringizni yo'qiting. Agar siz o'zingizni haqiqiy qadrlasangiz, agar siz o'zingizni haqiqiy yaxshi ko'radiganligingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, sizning harakat planingiz nima bo'lar? Yana bir narsani so'rag'im kelyapti. O'zingizni yaxshi ko'rishingiz siz uchun qanchalik muhim? Agar siz o'zingizni yaxshi ko'ra olmasangiz, boshqalarni 100% yaxshi ko'ra olamsiz. O'zingizni yaxshi ko'rmasangiz, boshqalarga yaxshi ko'rishni berish iqtidoringiz bo'lamdi. Bu yerda bir xo'sh xabar bor. Siz o'zingizni haqiqatan yaxshi ko'rsiz. Undaq bo'lmaganda hozirgacha yashamaytdingiz, hayotingizni oxirlashtirdingiz, o'lgan bo'ladingiz xolos. Şunlaşqa özümni yaxshi ko'rmayman degan so'zni hargiz qilmang. Chunki bu sizni qaytib yaram qiladi. Şunlaşqa o'zingizga yuraklik so'z qiling. Siz bir harakat plani tuzing. Qilmoqchi bo'lgan ishingiz bo'lsa, tovandikilarni deysiz. Kuniga 5 minut vaqt chiqarib, aynak qarab o'zingizga "Men seni so'yman" deng. Ko'zingizga tikilib qarab turib, "Men seni so'yman. Sening kishilarga o'zingni beg'ishishingni so'yman. Sening boshqalarga ko'ngil bo'ldigan yurkingni so'yman" deng. Texmi kuchaytib, ismingizni qo'shibdan, yanimi kuchaytib, o'zingizni programmalashtiring. Salomatlikni saqla, kishilarga muhabbat ato qil. Tirish, sen hammani qila olasan. Sen koinotdagi birdan birsan, deng. Yani siz faqat o'zingizni yaxshi ko'rman deb qolmasdan, balki yana uning sabablarini nima deng. Bu xuddi hissiy munosabatda boshqalarni maqtaganda, siz qaltis, siz nochi deb qo'ysangiz, boshqalar bu faqat chiroyli gap qilyapti xolos degandekli ish. Agar siz ularning nima uchun qaltisligini desangiz, ular buningdan haqiqiy huzur his qila oladi. O'zingizni yaxshi ko'rishingizning sabablarini deng. Aynak qarab turib, sen qaltis, chunki sen boshqalarga yordam berasan. Sen bak kuyimchan, chunki sen ota-onangga mehr muhabbatni yetkazsan deng. Biz hammamiz boshqalar tarafidan yaxshi ko'rinishni umid qilamiz. Bizning hammamizning muhim bo'lg'imiz bor. Bizning quruq gapni anlig'imiz yo'q. Boshqalarning yolg'on so'zlashini xohlamaymiz. Saxta narsalarni yoqtirmaymiz. Lekin bir eg'iz samimiy so'z bizni ta'sirlantirdi. Undaqda biz o'zimizni so'yishni qanday boshlaymiz? Chunki o'zimizni so'ya olsak, boshqalarni ham so'ya olamiz. Bu bir ish, bu degan bir topshiriq. Har kuni 5 minut sarf qilib, aynak qarab, o'zingizni yaxshi ko'rishingizning sabablarini deng. Agar atrofimdagi odamlar ko'rib qolsa, qanday qilarman desangiz, mening beradigan javobim bo'lsa, ularga madad bering. Ular bilan birlikda xushallik qilsang. O'zingizga madad berish uchun yana qanday narsalarni qilasiz? Agar sizda o'zingizni so'yadigan muhabbat bo'lsa, uni yo'qitib qo'yishdan ansirmaysiz. Chunki bizda o'tgan muhabbatni yo'qitib qo'yishdak asosli qo'rqinish sizda bo'lmaydi. Chunki bu qo'rqinish yo'qgan. Chunki sizda allburun o'zini so'yish bo'lgan. Ya'ni yetarlik yaxshi emas deganmi bo'lmaydi. Chunki siz o'zingiz uchun yetarlik yaxshi bo'lib bo'lgan. Bu chaqda hissiy munosabat ichida boshqalar sizni muhim emas desa, yoki sizni ko'zga ilmasa va yoki sizni yaxshi ko'rmasa, siz ortiqcha inkas bildirmaysiz. Siz ortiqcha inkas qaytarmaganda sizning hissiy munosabatingizning shakli aktiv tarafga qarab o'zgardi. Tushunish bo'ldimi? Amsa CD plastinkasini to'xtatib, az degandimi, o'zingizga tashakkur aytishga tegishishdan onni yezing. O'zingizga sizning qanchalik qaltis odam ekanligingizni, o'zingizga qanchalik suydiganligingizni ayting. Hozirla yezing. Men qarab turyapman. Yezing, yezing. Qarab turyapman-jimi? Yezing. Qaytib kelganingizdan intan xushalman. Yana bir eskartib qo'yay. Siz oldi bilan o'zingizni yaxshi ko'rmay turib, boshqalarni yaxshi ko'ra olmaysiz. To'g'ri, buni biz hammamiz bilamiz. Biroq siz bularni o'zingiz uchun qilishga boshlaganda, o'zingizni suydiganligingizni haqiqatan isbotlab bera olasiz. Bu chaqda sizda qo'rqinish degan narsa mavjud bo'lmaydi. Agar qo'rqinish bo'lmasa, boshqalarni o'zingizga jalb qila olasiz. Chunki kulkini qo'zg'aydi emasmi? Siz muhabbatga liq to'lgan vaqtingizda o'zingizni boy ham qaltis deb hisoblasangiz bo'ladi. Turmushda siz iqtisodiy jihatdan qiynalib, turmushingizni qamday olmaydigan holatga yetganda hech kim sizga yordam qilmaydi. Biroq tuyuqsiz boy bo'lib kelsangiz, kishilar sizga narsalarni haqsiz berdi. Ham pul to'lashlik joylariga kelganda, yo'q, bo'ldi, men to'lib o'tay deb sizga pul to'lgizmaydi. Ayni vaqtda qo'rsqingiz ochgan vaqtda sizga hech kim biror vaqt tomoqni bermagan edi. Amdilikda bo'lsa, talishib turib pulingizni to'ldi. Bu g'alatilikmi? Biroq bu bo'lsa hayotning qonuniyati. Xuddi pul bayga qidu, su sayga qidu degandek. Shunlashqa siz o'zingizning ruhingizda, his tuyg'ularingizda bo'lishni orzu qilgan odam bo'lishingiz kerak.
Biz bir yosh qizning hikoyasi quloq solib boqili. U bir necha yil burunla bir narsa yozishga odatlangan. Ya'ni o'zliksiz kundalik xotir yozishga odatlangan. U har bir qatim yozgan kundalik xotirning eng keyingi qurlarga men kimni suyman, men tilaklarimni kimga beraman deb yozdi. Ondan keyingi ulapla men seni suyman Efrana deb yozib qo'ydi. U yolg'iz qolgan vaqtlarda doim degidek bir narsalarni yozib o'ziga madad berdi. O'ziga baxt tilaydi. U o'zini suydigan shu his tuyg'uning haqiqiy ekanligiga ishindi. Bilamsiz, agar u bu ishni uzun mazgil qilmagan bo'lsa, bu xil his tuyg'uni topolmagan bo'ladi. Amaliyotda har qatim o'zini suyishni ifodalaydigan biror ishni xotirlab qo'yish nihoyatda bir qaltis ish. Siz o'zingizni suydigan xotirni yozgan vaqtingizda, uzundan beri yozganlaringizni o'qib chiqqan vaqtingizda haqiqatan xushallik his qila olasiz. Bu dal o'zingizni suydiganligingizning isboti bo'la oladi emasmi? Bundaq qilish muhabbat tili derak berib qolmasdan o'zingizning texmi qaltis odam bo'lishingiz uchundir. Sizmi o'zingizni suysangiz bo'ladi. Cho'nqur suysangiz bo'ladi. Har kuni aynak qarab o'zingizni suydiganligingizni, nima uchun suydiganligingizni ifodalang. Bu intayin ko'ngillik ish. Xuddi o'zingizni maqtaganda hissiyati bo'lasiz. Garchi anglamoqqa zerikishdek tuyulsimi, bu degan o'zingiz uchun hozirlagan xushallik muhiti. O'ziga bir parcha muhabbatga to'lgan xatni yozish, xuddi boshqalarning qo'li bilan o'zini madihlagandek ish. Siz muvaffaq bo'lgan jumlalarni tanlab o'zingizga yozib chiqing. Xuddi sabiy go'daklarni maqtagandek o'zingizni maqtang. Yozib saqlab qo'ying. Biror yildan keyin uni echib o'qib beqing. Ajoyib hissiyatlarda bo'lmasangiz, mana Men 5 yil burun o'zimga yozgan bir parcha xatni o'qib qoldim. Bu xat o'zimni bel qo'yatmaslikka undigan, o'zimni yaxshi ko'rishga undigan bir parcha xat ekan. Bu xatni o'qigan vaqtimda men ajoyib hayajonga to'ldim. Chunki bu xat meni ma'lum bir vaqtdagi ma'lum bir joylarga, shu ma'lum joylardagi ma'lum ishlar yuz bergan vaqtlarga elib borgan edi. Bilamsiz, sizni ta'sirlantira oladigan barliq xat hammasi buyuk xatdir. Kishilar o'zining boshqalar tarafidan so'yilganligini bilganda, shu kishilarning oldida niqobini elib tashlaydi. Ham shunday qilishga rozi bo'ladi. Masalan alayli, siz o'zingizni yo'qotgan, azoblangan vaqtda albatta yolg'iz qilishni xohlamay do'stlaringizni izlaysiz. Balkim bu vaqtda siz azobingizni butunlay so'zlamasligingiz mumkin. Faqat do'stlar orasidagi shu xil suhbatlar orqali, do'stlikdagi muhabbat orqali diqqatingizni azobingizdan yo'tkazishingiz mumkin. Bunda chaqda sizning do'stlar orasidagi muhabbatni his qilgingiz keladi xolos. Balkim azobingizni ularga deyish orqali muhabbat his qilishni o'ylashingiz mumkin. Chunki siz ularning muhabbatiga erishgan vaqtingizda azobni unutalmagan taqdirda bu iniklashga boshlaydi emasmi? Demak, muhabbatning oldida odam yanada amalsiz qoladi. Sizda muhabbat bo'lsa, boshqalarning ichki dunyolarni ko'rishda aynak bo'lmasin bo'ladi. Biz hammamiz kuchlik bo'lishni talab qilgan bir davrda yashayapmiz. Biroq bizni haqiqiy kuchtingir qiladigan kayfiyatlardan ayrilib kelyapmiz. Bu xil kayfiyat bo'lsa, o'zimizni suyishdan, o'zimizni qadrlashdan keladi. Ba'zida o'zingizni bir quchoqlab qo'yish orqali o'zingiz bilan aloqa qiling. Balkim bu anglamoqqa intayin ahmoqonlik tuyulishi mumkin. Biroq buni haqiqiy sunni qilish orqali o'zingizni ta'sirlantira olasiz. Siz o'ylab boqmamsiz. Siz boshqalarga tasalli bergan chaqda ularni quchoqlab qo'yatdingiz, mo'risiga urib qo'yatdingiz. Ba'zida o'zimizga mushunday qilish orqali xushallik topa olamiz. Hayotdagi raqobatning bir qismi bo'lsa, biz boshqalarni e'tirof qilish bilan aldirash bo'lib ketamiz. Shunlashqa o'zimiz alayda biror ishni qilgan vaqtimizda o'zimizni suyishni, o'zimizni e'tirof qilishni unutib qolamiz. Demak, bu vaqtda siz o'zingiz his qilishga tegishli hissiyatni his qila olmaysiz. Demak, o'zingizga qanchalik ko'p muhabbat bersangiz, shunchalik mukammal bo'lasiz. Hissiy munosabatda texmi yaxshi rolni o'ynaysiz. Bu vaqtda sizda erishishning o'rniga beradigan narsa bo'ladi. Hamda hissiy munosabat ichidagi barliq munosabatlarda sizni tanlaydigan odam texmi ko'p bo'ladi. Texmi ko'p olqishga erishsiz.